mashinang uying bo'lsa, obro' mansabing puling bo'lsa, do'st izlashga sira hojat yo'q. Bu yog'idan bo'lsin ko'ngling to'q. Ularni do'st sanarsan balki, kunlariga yararsan balki. Ular senga yasaydilar to'q. Buni omad ketganida ko'p. Shunda hatto uyingni sotsang, yelkangacha qarzga botsang, yonginangda kim qolar shu pay? Xudo bergan do'st qolar faqat. Chunki uni iymoni bordir, oxiratdan ko'p umid bordir. Qolganini do'st dema sira, yuztadan bir do'st chiqar jo'ra. Ko'nglingni ham qilmagin xira, yuztadan bir do'st chiqar jo'ra. Agar sinsang kulguvchilar ko'p, qo'llariga olib olishib cho'p. Kovlamoqqa qotgan yarangni, azoblay deb jonu tanangni. Yaxshi kunda yaqinlaring ko'p, deyishadi nima desang xo'p. Shu dam aytay senga bitta so'z, og'ir kunda bilinadi do'st. Chunki uni iymoni bordir, do'stligi ham haqqi haloldir. Qolganini do'st dema sira, yuztadan bir do'st chiqar jo'ra. Ko'nglingni ham qilmagin xira, yuztadan bir do'st chiqar jo'ra. Kam dunyo kami ham shunda, do'st uchramas unutma kunda. Shu gaplardan qilsang xulosa, Xudo bergan do'stingni asra. Chunki uni iymoni bordir, shuning uchun u vafodordir. Qolganini do'st dema sira, yuztadan bir do'st chiqar jo'ra. Yana o'yla o'zingga qara, yuztadan bir do'st chiqar jo'ra.